tuxum yo'nalishidagi oq tovuqlarda eng yaxshi zoti bu rusiin zotidir. Liga ham, limaan, dikalab zotlari ham bor. Lekin qo'yirib ham boqa olasiz, qomab ham boqa olasiz, bu rusiin zoti. 8 ta 10 ta makiyanga bitta xo'roz katakda bo'lsin. Har doim 16 soat yoriq bo'lsin. Tuxumdan qolmaydi. Agar siz 30 ta tovuqni katakda boqsangiz, har kun 30 ta tuxum degani. Siz bir yilga bitta tovuqdan 320 ta tuxum olasiz. Kam don berasiz, ko'proq kepak berasiz va 2 mahal suv berasiz. Bular tinimsiz sizga tuxum tug'ib beradi. Bularni boqishda quruq saqlashga harakat qiling, xuddi boshqa parrandalar singari. Bularni quruq joy va iliq harorat bo'lsa, qarang tagini setka. Quruq turadi tovuqlarning tagi. Har kun tuxum qiladi. Bular xonaki tovuqlarga o'xshab sovuqqa o'ta chidamli emas. Iliq haroratni yaxshi ko'radi boshqa parrandalar singari. Siz bu tovuqlardan boqsangiz, har kun oz bo'lsa-da daromad qilasiz. Kelinjonlar, albatta bu tovuqlardan boqib ko'ring. Rusiin zotidan. Obuna bo'ling, laykni bosing. Agar bu video oldingizdan chiqib qolgan bo'lsa, profilimga kirib, parrandalar haqidagi ma'lumotlarni ko'ring va jigarlarga yuborib qo'ying. Hech ham zarar ko'rmaysiz. Siz tovuqlarni qaysi zotidan boqqansiz? Kommentariyada fikringizni yozib keting. Bularga ko'proq kalsiy vitaminlaridan berib turing. Shunda ko'proq tuxum olasiz.